Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz vatandoshlar. Yana bir ishimiz Andijon viloyati Marhamat tumanida o'z nihoyasiga yetyapti. Bugun Xudo xolasa ishimizni yakunlaymiz. Bu ishimizga 246 kvadrat tunikafon ketdi, 24 metr tarnov. Fasad qismini chiroyli holda tunikafon qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Oqqa mokri rangidan ham chiroyli holatda shunaqangi fasad. Uzuni 20 metr. Bo'yiga 4 metr. Shapkasi 70 chiqqan. Shapkasini ham oqqa mokri pianino, Novo karniz, tilla ilovalar bilan bo'ldi. Juda chiroyli. Bu joylardan cho'tki kelgan. Böyle. Salam zor yaptı onu. Sahalımca. Gazir oluyor. O'zini ham kanali bor. O'tib obunasi bo'lib qo'ysinmi obunachilarimiz? Rahmatmi? Hasanboy akam bu yerda. Buni ichkarilar. Tepasi. Tepasi juda chiroyli. Ustunlari ulab berildi. 3 ustun. O'rinlari. Ustalar mehnatini like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Ham chiroyli holatda bitti. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Endi shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekran ostida raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol.